Salom treyderlar. Bugun ba'zi instrumentlarni tahlil qilib chiqamiz. Birinchisi dollar indeksidan boshlaymiz. Ko'rganimizdek, oxirgisi tushuvchi trend. Globalniy kattaroq time frame'da o'suvchi trend. Lekin realni hozir oxirgi harakati bu tushuvchi trend. Hozir mana bu belgilagan joyimdan tepaga haqiqiy buzib o'tsa, истинный пробой qilsa, biz tepaga ketamiz. Agar pastga buzib qo'ysa, buzib o'tsa, biz pastga ketamiz. Yevro dollar. Yevro dollar ham asosan indeks dollariga qarab harakatlanadi. Agar indeks dollar ko'tarilsa, yevro dollar tushadi. Xo'p, mana bu bizning mana shu belgilangan joyimdan agar pastga zakreplение olib, ya'ni tasdiq olsa pastga ketadi. Buzib tepaga tasdiq olishi ham mumkin. Hali bu hech qanday tasdiq emas. Buni o'zi kamlik qiladi. Lekin yuqori ehtimol bilan bu o'suvchi trend va bu yerda bizda ikki двойной dno bor. W nima deysizlar? Va bu razворотный model hisoblanadi. Shuning uchun yuqori ehtimol bilan mana bu yevro dollar bayga ketadi. Dollar indeksi esa sellga ketish ehtimoli bor. Oltin shundoq ham ko'rinib turibdi. Trend bo'ylab harakatlanamiz. Ya'ni bu yerda bay dushanbadan bay. Yena. Dollar, yena. So'nuvchi trend, tushuvchi trend. Hozirda tushuvchi trend va bizga mana bunaqa D1dagi trendlar uncha muhim emas, chunki bu yerda aniq tushunib bo'lmaydi va bizning vazifamiz 1 yil, 1 oy ushlaymaymiz. Aynan men ushlayman. Balkim siz yillab ushlashingiz mumkin uzoq muddatli. Menga qisqa muddat to'g'ri keladi. Shuning uchun menga 1 soatlik yaxshi ma'lumot beradi. 4 soatlik ham yaxshi ma'lumot beradi. Xo'sh, hozir bu yerda so'nuvchi trend, bizda korreksiya bor va qandaydir biz mana bu yerda e'tibor bersak, mana bu yerda qo'llab-quvvatlash urugan keldik. Urugandan biz qarshilik urugani deydi, qarshilik darajasi ishqilib, mana bu yerdan o'zi ma'lum, shu yerdan sellga ketish ehtimoli yuqori. Ya'ni trend bo'ylab. Trend bu sening do'sting degan maqolni ko'pchilik biladi. Va bu yerda ham dollar, bu parada dollar birinchi turgani uchun dollar indeksi tomonida harakatlanamiz. Dollar indeksi tushyapti va barcha shunga o'xshash valyutalar tushish ehtimoliga ega. Mana bu yerda bundoq qarasak, bizda
mana bunaqa, ya'ni flet bor. Buni buzib, mana korreksiya qilyapmiz va bu ham aynan shu joydan shundoq ko'rinib turibdi. Osongina selga ketadi. Yuqori ehtimol bilan. Uydan bor pulni tikish bu ahmoqgarchilik. Shuning uchun bu mening fikrlarim. Siz o'z xatti-harakatlaringiz uchun o'zlaringiz javobgarsizlar. Buni mendan yaxshi bilasizlar. Shuning uchun bu shunchaki o'zimni fikrim bilan bir bo'lishyapman. Foydali bo'ladi degan umidda. Albatta risk menejmentga rioya qilinglar. Chunki bozorda yana qaytarib o'taman, yuqori ehtimolli bitimlar bo'ladi, lekin 100% bitimlar bo'lmaydi. 100% ishonchli bunaqasi bo'lmaydi. Shuning uchun ham risk menejment chiqarilgan. Xo'p, funt dollar. Funt dollar bu yerda o'suvchi trend ko'rayotganimizdek. Bu yerda menimcha yuqori ehtimol bilan o'samiz. Chunki o'suvchi trend. Korreksiya va yuqori ehtimol bilan biz o'sishimiz kerak. Xo'p. Mana bu yerda tushib keldik va biz bu yerdan mana bu maksimumni, oxirgi tushuvchi trendning maksimumini buzib tepaga buzib o'tdik. Va bu yuqori ehtimol bilan o'samiz, lekin tushish ehtimoli ham bor, lekin yuqori emas. O'sishga nisbatan. Dollar, frank. Shvetsarskiy frank. Bu yerda shundoqqina ma'lum, trend sening do'sting. Trend bo'ylab hammasi oddiy. Albatta selga. Balkim bu yana hammasi men aytganimday joyidan pastga ketmasligi mumkin. Bu mana bunday ozgina yurishi mumkin. Ozgina yurib, keyin pastga ketishi mumkin. Yoki mana bunday bu yerdan tepaga ketish ehtimoli ham bor. Shuning uchun riskka amal qilamiz. Risk menejmentga amal qilamiz. Bu aytyapman-ku 100%lik bitim bo'lmaydi. 100%lik signal bo'lmaydi. Agar bo'ladi deganlar ular moshenik, sizni aldamoqchi bo'lyapti. Ular sizning do'stingiz emas, dushmaningiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Ishlash ehtimoli yuqori bo'lgan kirish nuqtalaridan savdoga kirish. Xohlagan joyimizdan kirish bu riskimizni yana oshirishga xizmat qiladi. Riskni mana bu eng yuqori ehtimolli joydan kirsak, riskimiz ancha pasayadi. Birinchidan yo'qotish riski pasayadi, ikkinchidan kapital riski pasayadi. Masalan, biz qilayotgan riskimizni yo'qotish riski pasayadi. Agar to'g'ri joydan, noto'g'ri joydan xohlagan joyimizdan kirsak, ma'lum bir belgilangan pulimiz bo'lsa ham risk menejmentiga asoslanib va o'sha pulni 1%, 10% o'sha pulni yo'qotish ehtimoli ko'payadi. Demak, biz ham kapitaldan kamroq risk qilishimiz kerak, ham mana bu joydan, ya'ni kirish nuqtasidan riskni pasaytirishimiz kerak. Shunga e'tiborli bo'linglar va hammasi yaxshi bo'ladi. Bitcoinni day-ahead'da ko'rsak, kunlikda menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda xit bo'lgan instrument. Topda turgan instrumentlardan biri dunyo bo'yicha. Xo'p. Biz hozir o'suvchi trendda
kunlikda. Bu yerda ham sal o'suvchi trend. Menimcha, mana bu hech qanday razvorot alomatlarini ko'rmayapman. Asosan mana bunday уровень deb olsa agar, mana bu yerdan qaytgan joyi yoki mana bu joydan shu hozirgi joydan tepaga ketish ehtimoli bor. Yoki kelib mana bu joydan ложный пробой qilib Bga ketish ehtimoli ham bor. Lekin hozircha men bu yerda burilish alomatlarini ko'rmayapman. Hozircha ko'rmayapman. Mana bu yerda trend tushib keldi va razvorot yaqin, yuqori ehtimol bilan. Ya'ni Bga. Bu albatta kichkina time frame'ga o'tamiz. Kirish nuqtasini topamiz. O'sha payt kiramiz. Sizlarga bir osonroq kirish nuqtasini yana shuni ham aytib o'tay. Kirish nuqtasi osonrog'i mana volnoviy analiz bo'yicha birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin va bu uchinchi to'lqin uzun bo'lishi mumkin. Mana bu yerda buzgandan keyin, birinchi to'lqinni maksimumini buzgandan keyin narx oshish ehtimoliga ega. Yuqori ehtimolga. Va e'tibor beringlar, ikkinchi to'lqin birinchi to'lqinni buzmasligi kerak, pastga yangilamasligi kerak. Agar bunday kelib buzsa, o'sha bu ikkinchi to'lqin bo'lmaydi. Bu model ishlamaydi. Hozirda mana bu chiroyli birinchi, ikkinchi to'lqin va uchinchi to'lqin buzildi va bu yuqori ehtimol bilan ketishi mumkin, lekin burilishi ham mumkin. Shuning uchun ham bu yuqori ehtimol. 100% signal emas. Yuqori ehtimol bilan ana shunday topsangiz, ishlasangiz foydali va daromadli bo'ladi. Boshqa videolarimda yaxshiroq tushuntirganman shu holatni, shu modellarni, to'lqinli analizni. Shunga e'tibor berish kerak. Ko'rsalaring foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, bu yerda mana ko'rganimizdek, mana bu qarang, mana bu birinchi to'lqin edi, ikkinchi to'lqin bo'lish kerak edi, lekin yangiladi. Bu minimumni yangiladi. Shuning uchun bu ishlamadi. Ishlamaydi deb hisoblaymiz. Haqiqatan ham ishlamadi mana. Selga ketdi. Bu yerda ham birinchi, ikkinchi to'lqin va keyin mana bu joyni buzdi mana. Bu tepani buzmadi lekin. Mana bu trendning asosiy qoidasi ham shuki, o'suvchi trendda maksimum yangilanadi, minimum yangilanmaydi. Tushuvchi trendda navarot, teskarisi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan tahlilimiz shulardan iborat edi. Savdoga omad, xayr, salomat bo'ling.